Abdullah aka, Toshkentga xush kelibsiz. Maksim Gorkidagi chayxona halvani internetga tushib ketgan bolalarga tavsiya qiluvchi qo'lli yeb ko'ring. Bu o'zimizni домашний kompot ishlab chiqaramiz shu yerda. Buni metalik immunitet tushib ketgan. Immunitet zo'r bo'lgan bersa bo'ladi. Tandir kar ekan. Bismillah. Ustiga ish qo'zmanda. Bismillah. Dupur. Vay, mana. Oka go'sht eritib yoribsiz lekin. O'zlari tayyorlagan spes sous. Kecha kelganimizda bad etgan diye. Endi o'zimiz bilgan burger tayyorlaymiz. Go'sht, yana go'sht, piyoz, burgerda kartoshka bo'ladi, nima deysizlar? Va pomidor. Qanaqa burger? Bu burgerni yeb ko'rsangiz, keyin bilasiz mazasini. Achchiq bilan go'sht ketadi-yu. Kartoshka burger. Yoqqanda hammasini ichaverdim, lekin qadri yetmaydi. Bismillah. Alhamdulillah.